Hammaga salom do'stlar. Bugun ertalabdan eshigim taqilladi. Taqillaganida ochmadim. Ochmasdan uxlab yotardim-da. Endi ertalab bo'ldi. Hozir kim taqillatdikini? Bular emas, menimcha. Kimsalar suray bor ekan yo'q. Men bugun do'stim kelmoqchi edi. Bular kimligini bilmayman. Do'stim kelmoqchi edi. Do'stim. Mana ekan do'stim meni. Do'stim qalaysan? Salom do'stim. Mitti Craft. Adashib ketdim, uzr. Isming? Esimdan chiqarib qo'ydim. Yil bo'ldi ko'rishmaganimizga. Ha, to'g'ri oshna. Ko'rishmaganimizga yil bo'libdi. Jigar bir uyga kirib ovqatlanmaymizmi? Ha, yo'q, qornim to'q. Unda bironta joyga boraylikmi? Ha, uyda o'tiraylik, undan ko'ra jigar. Ko'chadagi bomshlarni ko'ryapti shekilli. Ha, menimcha bomishdir ular. Tanimayman, ammo o'zi qishlami qayerligini bilmadim. Lokatsiyani zo'rg'a topib keldim. Ha. Tashlab qo'ydim-u, aslida topib kelibsan-da. Xullas. Sen shu yerda qolasanmi? Men ovqatlanib chiqay. Qorning ochmi desa? Yo'q, meni qornim to'q. O'zing ovqatlanib chiqaver. Ko'llikka kirasanmi? Kirib olsam. Kirsang kir. Ko'kram. Kirmaysan. Yotoqxonaga kirib turaymi? Kir. Bo'pti, jigar turibdi. Sandig'imdagi pulga tegmagina. Bo'pti, jigar ishonasan, menga tegmayman ishtasanka. Bo'pti, ovqatlanib oling. Xullas, bolalar, bugun oshdan keldi. Ovqatlanib olishimiz kerak-da. Arinida nima bor ekan? Ha, bu ham yo'q ekan-da. Undan ko'ra ana ertanglab yeymiz. Go'sht pishirdi. Qornim to'ydi. Xolodilnikka solib qo'yamiz. 64 ta sotib oldi. Endi oshnamolga kiramiz. Nima qilyapsan oshna? Mashina boshim aylanayapti, jicha mashina turay. Yur ketdik. Xohlasang o'zing borib turaver, o'zim orqangdan boraman. Ayyo, bo'lsam chiqib turaveraman. Xohlasang yur. Menimcha sandiqdan narsa olmoqchi edi. Pullarim joyida. Bo'pti, men ko'chada bo'lib turaman. Bo'pti. O'zing o'tirib turgina. Ha, bo'pti, o'zing borib kelaver. Bo'pti. Bolalar biz ko'chada aylanamiz. Buni aylangisi kelmay qolib shekilli ko'p aylanib keldi shekilli. Voy, chopib qo'ydi uzr. Voy. Xullas, bu qismida qishlarni topolmay qoldim. Shuning uchun ham bir farqsiz yo'ligi uchun mashinaga qurib yubordik-da. Eshigim tagiga po'qpon senga. Opin. Yo'qol. Jigar, qayga? Men aylangib kelib ketdim. Yo'qol ketdi. Nima bo'ldi? Siqilish ko'p bo'ldimi? Ha, shu kredit olib qo'ygandim-da. Shuning uchun to'lolmayapman uni. Yur endi. Farazlama endi chiqib qoldim. Pul topolmayapman-da, jigar. Puldan muammo yo'q oshna. Bemalol qarzing to'lab qo'yamiz. Xohlasang, qarz olgan Keyin ismini ayt. Qarz olgan keyin ismini aytsang, men o'zim borib berib kelaman. Bilet buzib qo'ydim. Buzib qo'yib qo'yapman-da, buzib. Bo'lmasam sen shu yerda dam olib tur. Ismini nima deding? Aytib bor. Ketormagin arazlab.
Ismi Tohir. Tohir emas. Tohirmisan ismi? Ha, Tohir aka desang, o'zi yoningda turadi. 100 ta bersang yetadi. Ha, bo'pti. Olmos berib kelamiz. Yoshdan qarzi taqillatib qopti. Yo, assalomu alaykum Tohir aka. Biz uyga kirmay aka iltimosi. Faqatgina aka qarz bo'lib qopti. Bildim, oshnam. Siz Tohir akansiz, biz aytdi. Ha, uka qarz oluvdi. 1 oy bo'lyapti, qarzini to'lamayapti. Ha, aka ming bor uzr. Ukalar bordan uzr. Ukalar o'rganib qopman. Nech pul edi qarzi? O'zi aytdi 100 tamidi. Yo'q, mendan 100 ta olmagan edi, 200 ta olgan edi. Yana bitta oshnamdan 100 ta olib turadi, 300 so'm o'sha qarzi. Oho, ko'payib ketibdi-da. Bo'pti, hozir uyimdan olib chiqsam maylimi? Eshigim tagidan qochib turing aka. Qochib turing aka. Uyimga bar kirgizmayman. Baribir men oshnangni ushlab o'ldiraman. Qoch, eshikni och. Aka, eshikni ocholmayman, ketib turing. Bo'ldi. Jigar, Tohir akam o'z eshigim tagiga keldi. Keldimi? Ha, keldi. Qani Qani-qani-chi, voy anakan. voy anakada. Ha, mana Mashak ekan. Seni o'ldiraman deyapti. Voy, nima qilsam ekan? Oshna, Sen uyni ichiga bekinib tur. nimaga oshna uyni ichiga bekinib turaman? Men o'zim hal qilaman. Ayyo, oshna 200 ta olgan ekansan bu akadan. Shuncha to'lab qo'yaman, kirib tur uyga. Rahmat oshna. Ha, bo'pti, pulimni olib. Oshna o'zim hal qilaman. Oshna uyga kirib turaver. Bo'l, eshikni ochib qo'ydi, o'zing kirib olarsan. Ke oshna tezroq. O'zim hal qilaman oshna, uyga kirib ketaver. Yo'q oshna, pulni olib oldim-da. Tezroq kirib tursang men olib chiqaman. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti. Tohir aka, qanisiz, qayoqqa qolib qoldingiz? Tohir aka, qanisiz? Tohir aka qayoqqa qolib qoldi, bolalar? Topish kerak, Tohir akani 1 minut topamiz. Tohir aka, shu yertamisiz? Hozir pulni to'laymiz. Uka, pulini olib chiqdingmi? Ha, chiqdim aka. To'xtang. O'zini topsam o'ldiraman. Lekin 1 yil bo'ladi yaqinda pulini to'lamadim. Mana aka, tashlab beraman. Mana aka, boshqasini tashlab qo'yam. Uzraman aka. Ana oling aka. Qolganini ertaga olmadiz pulni. Pulni olmadi-yu. Aka, o'zidan ketib qolib solish kerak-da bunaqalarni. Ama yana qamalib o'tirmaylik. Bu musirka ekan aka. Tohir aka, pulni olib qo'ying, men emasman. Aka, erkakcha deydi, bo'lib turadi-yu. Aka, Zaynab qildi. Uka, ko'rsam o'ldiraman men buni. Aka, mana deyapman-ku. Tashlaringiz. Urib qo'yman hozir. Qochmayman aka. Akalayapman ekan, seni hurmat qilib. Ol mana pulni, muammosi yo'q. Qolganini erta indinga to'lab qo'yaman. Oping, kut. Oping, hujjat qilyapsanmi? Borchiq. Bolalar, bu vaqti o'zidan ketib qoldi, o'lib qolgan yaxshi. O'zim pul olmabdi menga. Farqi yo'q, pul o'zimda. Tohir aka qilmaymiz oshni.
bo'l. Oshna qarzingdan ham qutulding. Oshna nima qilib qo'yding, qamalishim mumkin. Jigar qo'rqma. Mana pulni olib qo'y. Olana, billa nimalar tashib yuryapman, o'zim bilaman endi bolalar. Ana nima jini bo'lib qopman. Mana pul tashib beraylik jigarimga. Ol soqqani. Nimaga oshna? Puldanmi yo qarzimi? Xullas. Oshna o'zimiz ko'rish gaplashamiz yana. Yur orqamdan. Oshna. Jigar o'zing bilan yana ko'rishamiz. Ha, bo'pti, men ham o'zi charchadim, uyimga ketaman. Ha, bo'pti. Ha. Chiqsang eshikni ochib beraman. Bo'lmasa eshikni ochib bersammi? Ochib bersammikan chiqsang. Chiqib qolsang ochib beraman. Hozir bilmadim, meni buni bir yarim soatcha o'tirib tursang ketaman-da. Ha, bo'pti. Xohlasang eshikni ochib ber desang ketaverasan. Xo'p, rahmat. Ovqat yeysanmi? Ha, hozircha qonni to'g'rigan bildim. Bu gapirmaslikni ham bildim. Xullas bolalar, biz qishlar Tohir akani ukasi kelibdi. Voy, buzib qo'ydim. Yana buzib qo'ydi. Tohir akani ukasi emasmikan? Eshikni oching, men Tohir degan bolani akasiman. Voy, jigar, ukasi kelibdi-yu. nima qilamiz endi jigar? Urushib qo'yaramikan? Ha, yo'q, yana qamoqqa tortilma. Ha, farqisiz ochaveramiz. Ha, aka. Mendan katta bo'lsangiz ham o'zingizga. Shuni turib. Aka, katta bo'lsangiz kichkinamsiz, men akalab turaman. Meni akamni kim o'ldirdi? O'ldirgani uchun qasd olaman senlardan. Aka, o'zichi mensimadi-da meni. Oshnamni qarzini to'layotgandim-da. Pulni bersam, olmasdan uylarga kirib janjal qildilar, shuning uchun urdim. Menga farqisi yo'q, eshikni och, do'stingni o'ldiraman, beha. Nima deyapsan? O'zingdan ketma, o'zi akangga o'xshab o'ldirib yuboraman. O'zingdan ketib qolsan-da. Nima bo'lyapti? Qilichdan qo'rqadigan bola emasman men. Eshikni och, do'stingni o'ldiraman. Menga farqi yo'q, mana senga. O'ldirib yuboraman akangga qo'shib. Jigar, bo'ldi, muammo yo'q. Ha, rahmat, oshna, yana nima qilding? Ha, o'ldirib qo'ydim-da. Voy, balet. Ha, farqisi yo'q, menga yur. Aylansang yur. Aylanmasang yur. Yur, aylanamiz. Aylanmasang qol bo'lmasam. Yur. Ha, bo'pti, oshna, men uyga. Ha, bo'pti. Bilet. Nima qilyapti? Voy, bilet, eshikni ochib bo'lmayapti, oshna. Uzr, ammo chiqdik, ketdik, yur. Men bilan qattiq tegdi-yu urganing. Nima meni urding? Ya oshna, eshikni ochyapti, o'zing turib olding-da, bo'pti, mayli. Vallahi, o'zinglar ko'rdinglar, oshdan keldi, muammolari bor ekan. Shuni hal qildik o'zi. Qarzlar yo'q endi. O'lib qoldi-yu. Yana 3-qism chiqquncha 100 talak obuna yig'ib tursanglar bo'ldi. Sizlardan farqi yo'q bizga. Xayr, tugadi video.